Ukam qanaqa past bo'lasan, undan ko'ra ustani chaqirganda o'sha devoringni chotga qildirganda bo'lib pulni berib ketkazib. Okey, вообще problemasi ko'p ekan. Leysa gaplash, tepaga chiq, ustiga pul ber. Ustalar ham jaraq-jaraq ovoradi-da, okey. Bo'pti, qol, men senga bitta narsa ko'rsataman, bitta yo'lini ko'rsataman. Ma'qul kelsa, arzon yo'li olib ketasan. Yo'l pul qilmay, arzon yo'lamaymi? Arzon. Bo'ldi. O'rtoqlar, sizlar patolog qismlarini yoki devor baland qismlarini emulsiya, kraska qilmoqchisizlar, lekin sizlar narvon yoki leysalar qidirib yurgili kelmayapti. Sizlarga bitta zo'r yechimi bor. Bu yechim valik tayyorlar. Valik tayyorlarni 2, 3 va undan uzun metrlilari ham bor. Bu ishlatilishi o'zini kurchogi bor, kurchogidan. Bu 3 metrligi. Siz bilsanglar, valiklarning tagida maxsus joylari bo'ladi. Shu yerga qotirasizlar. Har xili bor. Masalan, lak uchun yoki mana emulsiya uchun, katta joylar uchun shuni o'zlarini qotirib qo'ysanglar, baqvat turadi, tushib ketmaydi. Bemalol shuni emulsiyaga botirasizlar, tepaga ko'tarib 3 metr balandlik. Endi o'zingizni balandligingizni 2 metr hisoblasangiz, 1,5 metr hisoblasak ham 5 metrgacha chiqib beradi-da. Bemalol lak qilasizlar yoki kraska emulsiya qilasizlar yoki buni kichkinasini olib, 1 metrligini olib, nalimnoy uchun ham ishlatasizlar. Uni nalimnoychilar yaxshi biladi. Mana nalimnoy valiklarimiz bor, kattalari, mana 40 santimetrliklari bor. Mana 1 metrligini tayyorni olasizlar, bunga ulab bemalol turgan joylarda nalimnoy qilib keturasizlar. Katta zdaniylar, katta joylarda to'g'rilab keturasizlar. Sizlarga ham shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol dunyo filiallardan olib ketishingiz mumkin. Bu videoni maylarchi tanishlariga jo'natib qo'yinglar.